Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. O'sh shahar obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish kombinati militsiyaga yordam so'rab murojaat qildi. Jalolobodda alleyaga ekilgan gullarning ko'p qurib qolgan. Buning sababi nimada? Sobiq prezident Almazbek Atambayevni daxlsizlikdan mahrum qilish bo'yicha taklifni Jo'g'org'i Kengashda 40 dan ortiq deputat qo'lladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun Mongoliya prezidenti Xaltmagin Batulga bugun rasmiy safar bilan Qirg'izistonga keldi. O'sh shahrida birinchi marta sayyohlar uchun ma'lumot markazi ishlay boshladi. Shaharning go'zalligi uchun qurilgan va ekilgan narsalar befarq fuqarolar sababli buzilib, yangi ekilgan archalarga zarar keltirilmoqda. O'sh shahrining Qorasuv Rayimbekov ko'chalarida ekilgan archalar yonidan sotuvchilar joy olib, savdo-sotiq ishlarini olib borishadi. Ko'kalamzorlashtirish kombinati xodimlari aytishicha, yangi o'tkazilgan archalar zarar ko'rmoqda. Sababi savdogarlar tomonidan bu yerga turli suvlar to'kilib, chiqindilar tashlanadi. Natijada ular o'smay qurib qolmoqda. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. Qorasuv ko'chasidagi ariq yoqalariga bir necha xil ko'chatlar ekilgan. Shahar ko'kalamzorlashtirish kombinati tomonidan ular atrofi chiqindilardan tozalanib turiladi. So'nggi vaqtlarda savdogarlar tomonidan to'sqinliklar yaralmoqda. Bizni жұмысшылар kelib ishlay olmay qolyapti. Ular kelib ishlaydi, bunalar ichine chap, tegizlab, bunday uxot qilib qo'yildi desa, ular ruxsat bermaydi. Qiyqirishib, to'polon mushtash. Mana hozir bugun kundan sonra bu yoqdan ichine lomkalar qazib tozalab kelayapmiz. Biz boshladik, qayradan qo'yib boshlashdi. Bu yerdagi savdogarlar kombinat ishiga xalal berish bilan birga piyodalar yo'laklariga ham mahsulotlarini yoyib olgan. Kun sayin hududiy militsiya boshqarmasi tomonidan nazorat qilinadi, biroq bundan hech qanaqa natija chiqmayapti deyishmoqda. Ertadan kechga tozalaymiz. Bizning ko'zimiz oldin tozalab ketsek, ortiq qayra mana qartaygan ene atalar turishadi. Mana bu yoqda ko'rib o'tasizlar. O'shul bizning boshqa qila turgan emimiz yo'q, pensiyamiz oz, emne qilamiz. Jildirsaglar qayra qo'yishadi. Kunda uchun menalik bo'lamiz. Shahar yashovchilari esa savdogarlar uchun alohida sharoitlar yaratilib bersa deyishmoqda. Ularga bu yerdan kishini bozorning ichidan da bunday bir nima tushunib berish kerak, shart tuzib bersandan keyin o'tirishadi qo'ydi. Mana bularga da tirikchilik kerak-da. Birog'i bindeka sotib, bola chaqasini bag'ish kerak. Ularga da ayla yo'q qilib o'tishadi qo'ydimi? Noqulaylik yaratayotgan savdogarlar yo'lda o'tirish uchun hech qanday hujjatlari yo'q ekanini aytsa, ba'zilari javob berishdan bosh tortishdi. Жоқ, мен базарда эле отурам. Ошол жерде отурам, ошол жерге мүмкүн эмес да. Сиз кимден уруксат алгансыз? Эч кимден уруксат алган эмесмин. Эмне болот эми? Дуур кылган жокпуз. Болду. Сиз уруксат аласыз да күнү турабы соода кылып атканда? Кимден уруксат аласыз? Эч ким өзү эле отурат. Өзүм, мен да бала чака багайынбы? Мыйзамсыз жерге кирерсе болобу? Башка Болор, бүт жерде эле бар, бүт жерде бар. Bu kabi faktlar birinchi marotaba ro'yxatga olinmayapti. Bungacha obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish korxonasi tomonidan o'rnatilgan o'tirgichlar noma'lum kimsalar tomonidan sindirilib, dov-daraxtlar kesilgan faktlar ro'yxatga olingan. Yo'l bo'yida savdo qilganlar noqulaylik yaratgani uchun 13-iyundan boshlab ularga nisbatan jarimalar solinadi. Бардык мыйзам чегинде болуш керек да. Жашыл зона болгондон кийин ал жерде газон өсүш керек, дарак өсүш керек. Ошого мен кайрылып кетер элем биздин шаардыктарды. Шаардын кооздугу бизге бардыгыбызга керек. O'sh shahar ko'kalamzorlashtirish kombinatida 300 ga yaqin xodimlar faoliyat olib boradi. Ular yashil tabiatni asrash bilan birga har kvartalda ta'mirlash ishlarini olib borib kelishadi. Jalolobod shahridagi alleyalarning biriga ekilgan 550 so'mlik gullarning 4 dan 1 qismi qurib qolgani haqida bizning muxbirimiz bildirgan edi. Shunda shahar rahbariyati gullar qayta ekiladi deb ishontirgan, biroq bu yerdaga qayta ko'chat ekilmay 100 dona ko'chatning 70 dan ortig'i qurib qolgan. Shahar kengashiga raislik qilgan vaqtida ijrochi hukumatni tanqid qilgan amaldagi mer nimagadir o'zi shahar rahbari bo'lgandan beri qurigan ko'chat sifatsiz yo'lga e'tiborsiz bo'lmoqda. Batafsil hamkasbim to'xtaladi.
Рекол, инструкцию. Проблема finita. Aliyaga 550 so'mdan yig'ilib sotib olingan 100 tup gortenziyaning 70tasi qurib qoldi. Agar uni pulini hisoblaydigan bo'lsak, 38500 so'm bo'ladi. Bu degani maktabdagi o'rtacha maosh bilan ishlagan o'qituvchining 4 oylik maoshiga barobar. Ko'chatlar narxini oylikka solishtirganimiz ham bekor emas, sababi shahar kengashida raislik qilgan hozirgi mer Muratali Tagayev shahardagi obodonlashtirish kombinatining sobiq rahbariga qurigan daraxtlarni o'rniga maoshingdan ko'chat olib ekasan deya tanbeh bergan edi. 327 so'mda bo'lganda 32700 so'm ақша bo'ladi. Бұл болса жетекші сілер агроном айлыңардан ушул төлөсүң. 160 мың. Ушул жер эгер көп төлөсүң. Айлыңарды ошо местный бюджетке өткөрүп бересиңер. Ошол кураган несең. Mer ijrochi hukumatga kelgandan beri bunday gaplardan xabar yo'q. Qurigan ko'chatlarni hisobini olgan kishini topolmaysan. Deputat emas mer bo'lgandan keyin ham mutasaddi yetakchilar ishini nazorat qilyapsizmi degan savolimizga meriyadan Muratali Tagayev ta'tilga ketgan degan javobni oldik. Bungacha Jalolobod shahar meriyasining axborot markazida qurigan ko'chatlarning o'rniga yangisi ekiladi deya ma'lum qilishgan edi. Бұл жерде қурап қалған көчеттерді ошол тендерден ұтылған компания қайра өздері ошол ордун қалыбына келтирип берет. Алардан мойнунда болуп калат. Quriganlar orasida gullardan tashqari yo'l chetidagi archalar ham bor. Shu yili bahorda ekilgan archalarning bir qismi qurib qolgan. Obodonlashtirish kombinati tomonidan ularning o'rniga boshqalari ekiladi deya ma'lum qilishdi. Biroq yozning issig'ida ularni tutib ketishidan ham gumon yaraladi. Жайында ексек, мындай 100% көктөйт деп айта албайбыз. Өзү биз аракет кылабыз ошол нерсеничи. Себебинде агрономубузду кошуп берип атабыз, жеринен барып көрүп, жанагындай азыркы малда көктөгөн нерсе мындан ары кароосу жакшы болсо көктөп кетет да. Азыр мындайча айтканда отборочный этаптан өтүп калган көчөттөр болот да. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod shahar obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish xo'jaligi uchun shahar g'aznasidan 20 million so'm ajratilgan. Mazkur mablag'ga shahar ko'chalari, muassasa korxonalar va dam olish joylari ko'kalamzorlashtiriladi. O'sh shahrining Amur Temur hududiy kengashida noqonuniy yoqilg'i quyish shoxobchasi aniqlanib, prokuratura tomonidan jinoiy ish qo'zg'aldi. Kecha 11-iyun kuni O'sh shahar kengashining 21-sessiyasida Amur Temur hududiy kengashining Sadriddin Ayniy ko'chasida shahar arxitektura va shahar qurish boshqarmasining ruxsatsiz yoqilg'i shoxobchasi qurilayotgani aytilgan. Mazkur shoxobcha 180 kvadrat metr joyga yoqilg'i saqlovchi ombori bilan birga quriladi. Bu yerda O'sh shahar meriyasining yo'llar boshqarmasining ruxsatsiz uzunligi 70 metr, kengligi 1 metr, chuqurligi 1.2 metr bo'lgan chuqur qazilgani aniqlangan. Mazkur fakt joriy yilning 20-aprel kuni O'sh shahar prokuraturasi tomonidan jinoyatlarning umumiy reyestriga ro'yxatga olinib, tegishli organlarga o'tkazib berilgan. O'sh shahar davlat exotexnika inspeksiyasi va arxitektura boshqarmasi tomonidan noqonuniy qurilayotgan yoqilg'i quyish shoxobchasining egasiga shu kungacha chora ko'rilmagan. O'sh shahridagi ayrim ko'chalarning nomi yo'q, shaharning markaziy ko'chalarining nomlari yozilsa, ayrim ichki ko'chalarda deyarli yo'q hisobida. Bu holat ko'proq qutqaruv xizmatidagilarga salbiy ta'sir qiladi, chunki biror hodisa bo'lgan joyda ko'chaning nomi aniq bo'lmagani uchun manzilga o'z vaqtida yetib borisha olmaydi. Mazkur masala shahar kengashining yig'inida ko'rib chiqilib, ko'chalarga nom berish ishlari boshlanishini tegishli tomonlar bildirishdi. Batafsil navbatdagi lavhada. O'sh shahrida ba'zi ko'chalarning nomi yo'q. Bu haqda shahar kengashining navbatdagi sessiyasida masala ko'tarilib, uni hal etish yo'llari ko'rsatildi. Shahardagi kengashning sessiyasida chiqa turgan har bir masala turuqtu deputattық komissiyaning o'tirumida qaralib, o'sha yerda talqılar kengayib yurgiziladi. Har bir o'sha shahar kengashida 6 turuqtu deputattық komissiya var. O'sha 6 turuqtu deputattық komissiya o'zini belgilangan javob bo'yicha ish merchemi bo'yicha ish yurgizadi. Nomi yo'q ko'chalar tezkor xizmatlari ishini murakkablashtiradi. Ular orasida yong'inni oldini olish xizmati ham bor. Yong'in vaqtida yashovchilar ko'cha nomini aniq aytisha olmaydi. Bu esa tezkor xizmatlar ishini qiyinlashtirib, voqea joyiga kech borishiga sabab bo'ladi. Orientir bilan baraz ko'yincha. Ko'chaning ati yo'q bo'lsa, JSK ati bo'lsa, жаңа ат boshqa bo'lib qoladi, shunday bo'ladi da. Ko'yincha biz orientir bilan olamiz. Ko'chaning ati yo'q bo'lsa, munda ataqli bir zdание bo'lsa, o'sha orientirni olib, o'sha qarab tursa parаз da. Ko'chalarning atlari o'sha ko'yinchalar. Жаңа ат qo'yilib ketgan, eski atlar yo'q, topmay qolamiz.
Shahar yashovchilari ham shaharda ko'cha nomlari ko'p joylarda yo'qligini aytishadi. Aniq manzil ko'rsatilishi yashovchilarga qulaylik yaratish bilan birga shaharga kelgan mehmonlarga ham yengillik bo'lar edi deyishmoqda. Albatta, men ko'rinib turgan joylarga ошол кыргыз тилинде чоң кылып көрүнүктүү болуп жазылып калса, бул ыңгайлуулукту жаратмакта. Көп эле байкайм, жанагы көчөлөрдүн аталыштары бар, бирок аталыштары жазылган табличкалар жок да. Башка мисалы чет мамлекеттен келген туристтерге же болбосо башка региондордон келген конокторго, айылдан келген студенттерге аябай эле кыйын. Себеби дегенде мисалы бир жерге барыш керек болсо, дарек айтылса, ошол жерге дарек айтылат, бирок даректи ошол табличка аркылуу табыш аябай эле татаал да. Bugun shaharda bir necha ko'chalarga nom berildi. Ulardan biri To'laykan qishlog'ining Jo'lon Mamutov nomidagi maktab to'g'risidagi ko'chaga Ikkinchi jahon urushi faxriysi Maqambay Amirqulov oti nomi berildi. Xuddi shu qishloqdagi 1200 metr uzunlikdagi ko'cha yana bir faxriy Qabilov Abi ismi bilan ataladigan bo'ldi. Ikki ko'chaga ошол атайын ошол жашоочулардан арыз түшүп, ал мэриянын алдында комиссиядан өтүп, бизде туруктуу депутаттар комиссиядан өтүп, бүгүн сессияга сунушталды, бүгүн карап колдо тапталды. Bu ishlar yana davom etadi. Shu bilan birga noqonuniy ilingan reklama va e'lonlar olinishi ham aytildi. Prezident Sooronbay Jeenbekov bugun 12-iyunda Qirg'izistonga rasmiy safar bilan kelgan Mongoliya prezidenti Xaltmaagin Batulga bilan uchrashdi. Unda prezident Qirg'iziston va Mongoliya o'rtasidagi siyosiy hamkorlik yangi darajaga ko'tarilayotganini ta'kidladi. Davlat rahbari ikki tomonlama savdo, iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirish zarurligini aytdi. Uchrashuv davomida Mongoliya prezidenti Xaltmaagin Batulga Sooronbay Jeenbekovni Mongoliyaga rasmiy safar bilan borishga chaqirdi. Mongoliya prezidenti bildirishicha, bugungi kunda davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni yangi darajada rivojlantirish bo'yicha faol choralar ko'rilmoqda. Mongoliya prezidenti qishloq xo'jaligi, veterinariya, madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash, temir yo'l infrastrukturasini rivojlantirish, sog'liqni saqlash, moliya va boshqa tarmoqlarda hamkorlikni faollashtirish va tajriba almashishga tayyorligini bildirdi. Bundan tashqari Xaltmaagin Batulga turizm muhitida hamkorlikni rivojlantirish, Issiqko'l va Xargasnur ko'liga birgalikda marshrut ishlab chiqishni taklif qildi. Keng doirada o'tgan uchrashuv davomida bir qancha hujjatlar imzolandi. Bu haqda prezident apparatining matbuot xizmati bildirdi. Almazbek Atambayevni daxlsizlikdan mahrum qilish bo'yicha taklifni Jo'g'org'i Kengashda 40 dan ortiq deputat qo'lladi. Bu haqda deputat Qanatbek Isayev rais Dastanbek Jumabekovga murojaat qilayotib bildirdi. Sobiq prezidentning daxlsizligini bekor qilish haqida biz ko'targan masala bo'yicha 40 dan ortiq ovoz yig'ildi. Men rasmiy turda topshiraman, siz tegishli komitetga yuborsangiz deb aytiladi. Bugun 12-iyunda parlamentning umumiy yig'inida deputatlar Qanatbek Isayev, Talant Mametov va rais Dastanbek Jumabekovga sobiq prezident Almazbek Atambayevning faoliyati va so'nggi bildiruvlarini keskin tanqid qilib, unga tegishli baho berishga undashgan. Atambayev Qirg'izistonni 2011-2017 yillari boshqargan. O'zi parlamentdagi bugungi tashabbusga izoh bermadi. 8-iyunda u Bishkekda o'tgan mitingda o'zini oqlab, amaldagi hukumatni tanqid qilgan. Ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalarning farzandlariga yozgi dam olish tadbirlari uchun davlat byudjetidan 5 million so'm ajratildi. Bu haqda vitse-premyer ministr Altinay O'mirbekova bildirdi. Uning aytishicha, yozgi ta'tilda 1000 ga yaqin bola bepul dam oladi. Bolalarni har bir oblastda tuzilgan komissiya aniqlaydi. Fuqaroviy jamiyat nazorati uchun dam olgan bolalarning ism-sharifi Fan va ta'lim ministrligining saytiga qo'yiladi. Ma'lumotga ko'ra, o'lkada 53 ta lager bor, uning 18 tasi davlatga qarashli. Yaqinda ta'lim ministrligining saytiga oromgohlar haqida ma'lumot joylashtiriladi. Ota-onalarga oromgohlarning ro'yxati, joylashgan manzili, narxlari va aloqa raqamlari haqida ma'lumot olish imkoni yaratiladi. Bolalarga yozgi oromgohlarni tashkil qilish bo'yicha savollarga javob olish uchun mahalliy hukumat vakillariga murojaat qilish kerak. O'shda endi sayyohlar uchun ma'lumot markazi ishlay boshladi. Shaharga kelgan sayyohlar undagi mehmonxona, dam olish, ovqatlanish joylari va do'konlar haqida barcha ma'lumotlarni olish mumkin. Sayyohlarga shahar va hududlarning yo'l xaritalari beriladi. Ma'lumot markazida chet tillarini bilgan gidlar, tarjimonlar ishlaydi. Bundan tashqari mehmonxona, kafe va restoranlardagi xodimlar mehmonlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida o'qitiladi. Sayyohlar uchun ochilgan ma'lumot markazi haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi.
Meril va Timning Qirg'izistonga kelganiga bir necha kun bo'ldi. Kaliforniyadan kelgan mehmonlar bungacha Qirg'izistonning tog'lari haqida ko'p eshitgan. Ular birinchi marta O'shga tashrif buyurishdi. Unda sayyohlar uchun ochilgan axborot markaziga kelib, O'shdagi mehmonlar dam olish joylari haqida ma'lumot olishdi. Biz Qirg'izistondan to'g'ri turali ko'p o'qchimiz. Анан бул өлкө кай жакта жайгашкан экен деп маалымат топтой баштадык. Биз Ош шаарына бүгүн эле келгендиктен азырынча шарттар тууралуу биле элекпиз. Азыр Сулайман тоосуна чыгалы деп турабыз. Бул жерден маалымат алдык. Али алдыда. Эс алуу жайларын кыдырат экенбиз. Бара турган жерлерибизди аныктап алдык. O'shda turistlar uchun ma'lumotlar markazi ochildi. Bu yerga murojaat qilgan turistlar shaharning hududiy kartasini olishadi. Qaysi yerda dam olish markazlari bor, ularning baholari qanday, mehmonxonalar tizmasi hamda adreslari belgilangan. Компаниялар болот. Биз мисалы гидтердин базасы, бүт ошолор тууралуу бизде маалыматтардын базасы бар. Биз ошолорду келген туристтерге акысыз ошолор менен бөлүшүп беребиз. Туристтерди бир күнгө болсо дагы көбүрөөк Ош шаарында алып калган аракет жасап атабыз. Себеби бир күндө дагы туристтердин бир күндүк бүгүнкү күндөгү чыгашасы орто эсеп менен $15-20 түзөт да. Бизге ошол ар бир келген турист эч болбосо бир күндө ошол $20 таштап кетсе, шаарыбызга бул чоң киреше да. Axborot markazida xorij tillarini yaxshi bilgan volontyorlar sayyohlarga xizmat qilishadi. Ular ko'zga ko'ringan joylar haqida kelgan turistlarga ma'lumot berishadi. Бул быйыл биз профессиональный блогерлер алып келебиз чет мамлекеттен. Алар өтө профессиональный блогерлер, алар өздөрүнүн страничкасында миллионго чейин подписчиктер бар. Алар бир эле статьяны кылганда, ошол статьяны бир нече туристтер көрүп, ошолор көргөндөн кийин ошолор рекомендовать этип жазат. Ушул жерге барсаңар жакшы жаманны толук жазып берет. Быйыл Истанбул Ош Душанбе рейс коюлат. Ушундай рейстер буйруса, переговордун негизинде коюлса, бир нече поток туристтер көбөйөт. Mehmonxona, kafe, restoranlardagi xizmat ko'rsatish sifatini yuqorilatish maqsadida tez-tez o'qitishlar bo'lib turadi. Bunday tashabbusni Proonning moddiy ko'magi bilan amalga tatbiq etilmoqda. O'sh shahrida sayyohlik mavsumi har yiliga solishtirganda bu yili erta boshlandi. O'tgan yili O'sh shahriga kelgan turistlar soni 14 mingga yetgan bo'lsa, bu yili ularning soni 20% ga oshgan. Sayyohlar Qirg'izistonga asosan Germaniya, Fransiya va boshqa Yevropa davlatlaridan kelishadi. Bobur Tojiboyev, Mahfurat Alibayeva, Bayastan To'xtorbayev, Intimoq. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz ostida o'tsin. Xayr, omon bo'ling.